bir alkash g'irt kayt eshikni devorni tagida yotibdi. Alloh, Alloh deb turibdi. Alkash o'zi g'irt kayt, og'zidan aronni hidi kelib turibdi. Keyin haliga ulamo bir joydan bir suv olib keldida, bu badbaxt o'zi alkash ekan-u, Allohni zikr qilyapti. Hech yo'q, og'zini yuvib qo'yay, toza chiqsin kalima deb og'zini yuvib qo'ydi uni. Og'zini yuvib qo'ydi-da bordi, masjidga borib ibodatini qildi xuftonga. Ertalab bomdodga kirsa, o'zi kechqurun tush ko'rgan. Tush ko'rdi. Tushida haligi alkash jamoatda namozda turibdi. Namozda turibdi. Ko'rib, nima bo'ldi desa, siz meni og'zimni poklagan paytingizda Alloh qalbimni poklab qo'ydi, deyapti tushida. Ertalab bomdodga kirsalar, bomdodda safda o'tiribdi haligi alkash. Haligiga qarab, nima bo'ldi dedi. Tushingizdagi gap bo'ldi dedi.